Mamlakatimiz mustaqilligining 34-yilligi munosabati bilan yana ko'plab fidoyi fuqarolar davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga muvofiq mukofotlandi. Farmonga ko'ra, diniy ma'naviy soha vakillaridan tortib san'atkor, olim, shifokor, jurnalist hamda sportchilarimizgacha bo'lgan keng doiradagi yurtdoshlarimiz davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lishdi. Ular orasida sirdaryolik Dilmurod Gulmurodov ham bor. U shuhrat medaliga munosib deb topildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yiliga munosabati bilan fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, adabiyot, madaniyat va san'at sohalari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmon matbuotda e'lon qilinar ekan. Ular orasida Dilmurod Gulmurodovning ham borligi Guliston tumani ahlini quvontirdi. Davlat mukofoti Shuhrat medaliga munosib topilgan Dilmurod Gulmurodov ayni vaqtda Guliston tumanidagi 13-bolalar musiqa san'at maktabida faoliyat ko'rsatadi. O'g'il-qizlarga baxshichilik san'ati bo'yicha saboq berib keladi. Baxshichilik san'atini avlodlardan avlodlarga yetkazishni maqsad qilgan sirdaryolik madaniyat xodimiga berilgan rag'bat ta'limga, san'atga berilgan e'tiborning yuksak namunasidir. Bugun to'g'risi hayajonimning cheki yo'q. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari asosida Shuhrat medali bilan taqdirlandim. Bu nafaqat mening, balki ustozlarimni, ota-onamning yutug'i deb bilaman. Shuhrat medali bilan taqdirlanganim menga g'urur berdi. Meni yana ham oliy maqsadlar uchun, yana ham ijod qilish uchun quvvat beradi. Dilmurod Gulmurodov pedagog sifatida jamiyatda qadr topdi. Shuningdek, baxshichilik yo'nalishida xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, g'olib va sovrindor sifatida e'tirof etilgan. Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati institutida saboq olib, ustozlarning ko'rsatma tavsiyalari asosida tajribasini oshirib borgan Dilmurod Gulmurodovning kelajak avlodga ta'lim-tarbiya berish yo'lidagi izlanishlarida davlat miqyosidagi e'tirofning ahamiyati yuqoridir.